Barchaga assalomu alaykum va xayrli tong. Do'stlarim, men mart oyini oyligimni oldim. Meni tabriklasalaring bo'ladi. Mm, Endi pulni yuborib kelishim kerakda. Aprelda 8-kuni, bugun 8, 10-kuni militsiyalar bayrami. Bitta opam aytdiki, ko'chaga chiqmay tur, ko'cha to'la militsiya dedi. Allohga tavakkal dedimda ko'chaga chiqdim. Sizlarga bitta narsani, bitta motivatsiya berib o'tayin. Ko'pchilik bu narsani qo'llaydi. O'zim ham opamdan o'rganib qo'llaganman. Har doim ko'chaga chiqishdan oldin Allohim o'zingga tavakkal deb chiqsalaringiz, hamma ishlaringiz yaxshi bo'ladi inshaalloh. Mana Western Unionga keldim. Bu yerdan pul tashladimda yana orqamga qaytib ketdim. Ikkita odam bor ekan, kutib turdim. Albatta, har doimgidek. Shuning uchun chet davlatda yuribsizmi? Men bez dokument yuribman. Mana 2 yil bo'ladi, xudo xohlasa Turkiyada. Agar bez dokument bo'lsangiz, qayerda bo'lsa ham doimo Allohim o'zingga eshikdan chiqarkan, Allohim o'zingga tavakkal qildim deb chiqsangiz, inshaalloh Alloh o'zi sizni qo'llab-quvvatlaydi. Allohni o'zi qo'riydi. Undan keyin yana bitta narsa esimga tushib ketdi-da, biz bir zamonlar yoshligimizda oylik olsak, oylik olganimizda doim biz bilan ishlagan ayollar, men tikuvchilik qilganman o'zi. Shuning uchun doim ayollar bilan ishlaganman, ko'pincha ayollar bilan ishlaganman. Doim ular aytardiki, doim olgan oyligingdan shirinlik ol. Ozginasiga bo'lsa ham, bitta bir dona shokolad bo'lsa ham shirinlik olgin. Shunda olgan oyliging yaxshi narsalarga ketadi deb doim oylik olganimizda hamma shirinlik olardi. Shuni esladimda, men ham bugun magazinga kirib aylanib shirinliklar oldim. Undan keyin bitta dugonam doim Turkiyada mosh kichri yegim kelyapti yoki mosh xo'rlamash qilib mosh yegim kelyapti. Yulduz, mosh yo'qmi desa, mana shu magazinga kelib qarayman deb qancha vaqt o'tkazib yubordim kelib, lekin bir qarash esimga kelmadi shu moshga. Mosh bormikan, yo'qmikan deb. U qancha joylarga borib izlabdi, mosh topa olmabdi. Keyin men keldimda bu yerga shokoladlarni olganimdan keyin shokoladlarning yonida shunaqa mosh bir nimalar sotadigan joy bor ekan. U yerga borib nima qildim? Ular orasidan moshni izlab topdim, xullas qildim. Do'stlarim, bitta yangilik, mosh Turkiyada bor ekan. Bu orada nima desam, ba'zi bir stressga tushganlarga, boshi ko'p og'rib qoladiganlarga bitta maslahat berib o'taman. Mana bular bu Turkiyaning o'zini shunaqa moshga o'xshagan, guruch moshga o'xshagan nimalari, narsalari, yeydigan narsalari, marjimak deb qo'yadi buni. Shunaqa stressga tushgan, boshi og'riganlarga maslahat berib o'tayin. Doim qora temniy shokolad yeng. Bir dona shokolad bilan bitta dona emas, endi qancha bo'lsa ham kola ichsangiz asabni tinchlantirib, asablarni joyiga keltiradi. Meni o'zim doim ana shundan foydalanaman. Kola ichib shokolad yeyman. Asabiylashsam yoki nimadir bo'lsam, hozir Allohga shukr ancha bo'lib ketdi asabiylashmaganimga. Shokoladni shunchaki qiziqishga oldim. Mana do'stlarim, mosh topdim. Demak, Turkiyada mosh bor ekan, 136 lira ekan. Albatta olsalaringiz bo'ladi, lekin katta gipermarketlarda bor ekan. Supermarketlarda kattasi bo'ladi-ku, nima deb qo'yadi bilmayman. Mana Nescafe'lar ham bor, lekin Nescafe'sini men nima qilmaganman, bilmayman. Nescafe o'zi toza rossiyskiy Nescafe'da emas. Xullas qalam, moshni topdim, shirinliklarni topdim. Endi bu magazin juda ham katta magazin, manbalarga o'tdimda aylanib bo'lganimdan keyin uyga ketdim. Agar mabodo Turkiyada yurganlar yoki Rossiyada qaysidir chet davlatda yurgan bo'lsa, kim bo'lsa ham farqi yo'q. Maosh olganingizdan keyin, oylik olganingizdan keyin albatta shirinlik oling. Shunda endi u ham bitta irimda nima desam ekan, men shuni nima qilib, shu bahona ko'chaga chiqasiz, shu bahona magazinga kirib aylanasiz. Ko'pchilik o'zimdan qiyos, mana agar bir oyda bir marta magazinga kirmasam, shu oylik olganimda kiraman. Agar u boshqa paytlar kirmayman shu magazinlarga ham. Ana shu yuraveraman, uyda ishlari, yana bir nimalar, yaxshi vaqtim bor. Shunaqa qilib do'stlarim, shunaqa gaplar olamda. Sizlarga maslahatim, albatta shokolad oling. Shokolad olsangiz, nima desam, kayfiyatingiz ko'tariladi. Aylanib kelasiz, magazin tashqariga tarafiga chiqib o'tirdik, keyin bu yerdan uyga qarab sekin ketamiz. Mana shu mostning orqa tarafida bizning uyimiz.
yoqqa qarab kampirim bilan birgalikda ketamiz. Albatta Turkiyada yurganlarni ko'p tekshiryapti. Nima oti, ayniqsa Istanbul taraflarida ko'p tekshiryapti. Ehtiyotkorroq bo'lganlaringiz yaxshiroq. Dokumenti yo'qlarga taalluqli bu gap. Albatta dokumenti borlarga emas, dokumenti borlar bemalol chopqillab yursalaringiz bo'laveradi. Men magazinda oldim, mana shunday qilib o'tiribman. Keyin yana bitta narsani aytib o'taman. Agar sizning dokumentingiz yo'q bo'lsa, mana misol uchun mana shunaqa ro'mol qilib o'rangansiz yoki boshingiz ochiq, yurgan vaqtingiz, ko'chada yurgan vaqtingiz achka taqib olsangiz, ko'p farqlamaydi. Chunki biz xohlaymizmi, yo'qmi, ko'zimizdan bilinadi, nima ota boshqa millat vakili ekanligimiz. Agar mabodo turklar ham biz tarafga borib qolsa, biz o'zimiz ham sezamiz-ku, farqlaymiz. Shuning uchun maslahatim nima, achka taqib olganingiz yaxshiroq. Achkalar yana arzon, bu yerda uncha qimmat ham emas. Men o'zim o'tgan yili nima qilardim, uyimda qarzini berardim. Shu bitta achkiga ham hattoki pul ajrata olmasdim. To'g'risini aytaman, endi to'g'risini aytish kerak. Doim topganimni hammasini qarzga yuborardim. Men qarzga uy oldim, Allohga shukr, meni tabriklasalaring bo'ladi. To'lab bo'lib qutuldim, lekin qarzga olgan vaqtlarim topganimni yuborardim. Bitta achka olishga ham ishoninglar 1 yil davomida o'zimga deyarli hech narsa olmabman-da. Faqatgina kerak, muhim bo'ladigan narsalarni olganman, mayli yolg'on bo'lmasin. Lekin ana shu achki, shunaqa keraksiz sumka deganday shunaqa keraksiz narsalarni olmadim. Keldimda staloyda oldiga o'tirdim. Mana bu yerda qushlar nimaga bittasi kelib don sochib ketdi. Bitta qiz kelib, u don nimani qushlarni bitta mushuk poylab keldi. Shularni ishlab yeyman deb. Shunaqa qilib do'stlarim aylanib keldik. Staloyda oldiga o'tirib, choylarni ichdim. Choy ichib bo'lgandan keyin uyga qaytdim. Uyga qaytib taomlar tayyorladim. Bugungi kunimiz ham o'tdi. Bugungi kunim ana shunday o'tdi. Agar videolarim sizga yoqayotgan bo'lsa, to'g'ri emasman, uncha hammaga yoqavermaydi-yu. Men professional emasman. Agar mabodo kimgadir yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, layklarni bosib qo'ying. Turkiya hayoti mana shunaqa, do'stlarim. Kimga qiziq bo'lsa, kim Turkiyaga kelmoqchi bo'lsa, bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Bilganimcha, bilganlarimni javob beraman. Ana shunaqa gaplar, charchadim. Do'stlarim, ana shunaqa. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.